Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda ham muhim va ko'pchilikni, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimizni bevosita xavotirga solishi mumkin bo'lgan bir mavzuni atroflicha muhokama qilamiz. Hozirgi kunda pensiya va nafaqa oluvchi har bir fuqaro bilishi shart bo'lgan ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Shuni ishonch bilan aytamanki, bugungi videomizda beriladigan ma'lumotlar siz uchun shunchaki qiziqarli emas, balki hayotiy ahamiyatga ega bo'ladi. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni, kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya, siz uchun esa doim yangi va foydali ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyatidir. Demak, asosiy muammoga o'taylik. Oxirgi paytlarda pensiya tizimida va nafaqalarni taqdim etish mexanizmlarida sezilarli o'zgarishlar yuz berayotgani haqida ko'plab xabarlar tarqalmoqda. Tekshiruvchilar to'g'ridan-to'g'ri kelishadi. Nafaqaxo'rlar, tayyor turing degan sarlavha ko'pchilikni biroz sarosimaga solishi tabiiy. Keling, bu gaplarning zamirida nima borligini birma-bir tushuntirib beraman. Avvallari yaqin o'tmishda pensiya va nafaqalarni olish jarayoni asosan hujjatlar asosida amalga oshirilar edi. Fuqaro o'z arizasi va tegishli hujjatlarni taqdim etardi. Mutaxassislar ularni ko'rib chiqib, qonuniy asoslar bo'lsa, pensiya yoki nafaqa tayinlanardi. Tekshiruvlar ko'pincha stol ustida, ya'ni idoradan turib qog'ozlar asosida o'tkazilardi. Bank hisob varaqlaridagi ma'lumotlar, kadastr xizmati ma'lumotlari va boshqa rasmiy bazalar tekshirilar, ammo ko'pincha bu ma'lumotlar to'liq va real holatni aks ettirmas edi. Misol uchun, qaysidir bir fuqaro nogironlik nafaqasi olayotgan bo'lsa, uning sog'lig'i haqidagi ma'lumotlar faqat tibbiy xulosa bilan tasdiqlanar. Uning kundalik hayotidagi faolligi yoki faoliyat turi kamdan kam holatlarda nazoratga olinardi. Yoki qaysidir keksa yoshdagi fuqaro yolg'iz yashayotganini ko'rsatib, uy-joy kommunal xizmatlari uchun imtiyozli to'lovlar olayotgan bo'lsa, uning uyida boshqa oila a'zolari bilan yashayotgani amalda tekshirilmasdi. Bu holatda ba'zi insofsiz fuqarolar mavjud bo'lmagan sharoitlarni yoki o'zgartirilgan ma'lumotlarni taqdim etish orqali noqonuniy ravishda ortiqcha mablag'lar olishga harakat qilishlari kuzatilardi. Bu esa davlat byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatib, haqiqatda yordamga muhtoj bo'lgan boshqa fuqarolarning huquqlarini cheklab qo'yar edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli va shaffof qilish maqsadida bir qator jiddiy islohotlarni amalga oshirmoqda. Yangi qoidalar va mexanizmlar joriy etilmoqda. Bugungi kunda pensiya va nafaqa oluvchilarning real holatini aniqlash maqsadida mas'ul organlarning vakillari to'g'ridan-to'g'ri fuqarolarning yashash joylariga tashrif buyurishi mumkin. Ya'ni endi tekshiruvlar faqat qog'ozlarda emas, balki joyga chiqqan holda ko'zdan kechirib amalga oshiriladi. Bu jarayonning asosiy maqsadi har bir fuqaroga uning haqqi bo'lgan miqdorda pensiya yoki nafaqa tayinlanishini ta'minlash, ortiqcha va asossiz to'lovlarni oldini olish, shuningdek pensiya va nafaqa tizimining shaffofligini oshirishdir. Aslida bu adolatli tizimni qurishga qaratilgan harakatdir. Keling, endi bu tekshiruvlar haqida batafsilroq gaplashaylik. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa xavotirlanishga hojat yo'q? Birinchi navbatda shuni aytish kerakki, bu tekshiruvlar avvalambor davlat tomonidan ajratilayotgan ijtimoiy yordam mablag'larining maqsadli va adolatli taqsimlanishini ta'minlashga qaratilgan. Kimga xavotir olishga hojat yo'q? Birinchidan, o'zining pensiya va nafaqa hujjatlari to'liq qonuniy asosda bo'lgan barcha ma'lumotlarni o'z vaqtida va to'g'ri taqdim etgan fuqarolar mutlaqo xavotir olmasliklari kerak. Agarda sizning oilaviy ahvolingiz, moliyaviy holatingiz, yashash sharoitingiz haqida barcha ma'lumotlar pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy xizmatlar organlariga to'liq va o'z vaqtida yetkazilgan bo'lsa, siz tinchgina yashashingiz mumkin. Sizning haqqingizga hech kim tegmaydi. Ikkinchidan, o'zining barcha daromadlarini rasman e'lon qilgan. Bankdagi hisob varaqlarida ham, boshqa manbalardan ham oshkora daromadlarga ega bo'lgan fuqarolar ham xavotir olmasliklari kerak. Xo'sh, kimga ehtiyot bo'lish kerak? Bu tekshiruvlar asosan quyidagi toifadagi fuqarolarga qaratilgan bo'lishi mumkin. 1. Astish nogironlik nafaqasi oluvchilar. Ba'zi holatlarda nogironlik nafaqasi oluvchi shaxslarning sog'lig'i va mehnat qobiliyati aslida yaxshilanadi. Lekin ular bu haqida tegishli organlarga xabar bermaydilar. Masalan, 15 yoshli Hasan bobo 4-darajali nogironlik nafaqasi olardi. Chunki uning oyoqlari bilan bog'liq muammolar bor edi.
3 yil oldin u faqat hassa yordamida yura olar edi. Tekshiruvchilar uning uyiga tashrif buyurib, Hasan boboning nabiralarini bog'chadan olib kelayotganini, bozorga chiqib kelayotganini yoki hatto bog'ida ishlayotganini ko'rishlari mumkin. Bu holatda Hasan bobo yana tibbiy ko'rikdan o'tishi va uning nogironlik darajasi qayta ko'rib chiqilishi so'ralishi mumkin. Bu yerda masala Hasan boboning sog'lig'i yaxshilangandan xursand bo'lish, ammo davlat mablag'larining to'g'ri taqsimlanishini ta'minlashdir. Bu holatda Hasan boboga uning sog'lig'i haqida ma'lumotni yangilash taklif qilinadi. Yikish boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar, bu nafaqa oluvchilarning oilaviy ahvoli o'zgarishi mumkin. Masalan, marhum turmush o'rtog'i uchun boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan 55 yoshli Gulnora aya keyinchalik turmushga chiqqanini pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lishi mumkin. Yangi qonunlarga ko'ra, agar nafaqa oluvchi qayta turmush qursa, bu turdagi nafaqa to'lovlari to'xtatiladi. Tekshiruvchilarning uyga tashrifi Gulnora ayaning uyida yangi turmush o'rtog'i bilan yashayotganini aniqlashi mumkin. Bunday vaziyatda nafaqa to'lovlari to'xtatiladi va ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish talab etilishi mumkin. Bu yerda muhim jihat shuki, shaxsiy hayotdagi har qanday o'zgarish nafaqa olish huquqiga ta'sir qilishi mumkinligi va bu haqida o'z vaqtida xabar berish majburiyati. 3. Bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandlariga g'amxo'rlik qiluvchi ota-onalar yoki vasiylar. Ba'zi hollarda bola voyaga yetadi, mustaqil hayot kechira boshlaydi, hatto ishga kiradi, lekin uning uchun nafaqa olish davom ettiriladi. Yoki bolaning vafoti haqida tegishli organlarga xabar berilmagan holatlar ham uchraydi. 48 yoshli Nodira opa 12 yil davomida bolalikdan nogiron bo'lgan o'g'li uchun nafaqa olardi. O'g'li 22 yoshga to'lganda kasalligi ancha yengillashib, mustaqil ishlash imkoniga ega bo'ldi va yaqinda ishga kirdi. Lekin Nodira opa bu haqida hech kimga xabar bermadi. Chunki unga qandaydir sabablarga ko'ra bu vaziyatga e'tibor bermadi yoki uning majburiyatini bilmas edi. Tekshiruvchilar kelib, o'g'ilning ishlayotganini aniqlashsa, Nodira opaga ortiqcha to'langan nafaqani qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. 4. Qashshoqlik yoki kam ta'minlanganlik asosida yordam oluvchilar. Bu toifa fuqarolar uchun moliyaviy ahvolni tasdiqlash juda muhim. Agar 6 yoshli Oysha xola kam ta'minlangan oila sifatida nafaqa olayotgan bo'lsa, ammo uning uyiga tashrif buyurgan tekshiruvchilar uyida qimmatbaho buyumlar, yangi mebellar, qimmat texnika mavjudligini ko'rishsa yoki uning nomidan ro'yxatdan o'tgan bir nechta ijara uylari borligi aniqlansa, lekin u bu daromadlarni e'lon qilmagan bo'lsa, uning kam ta'minlanganlik statusi shubha ostiga olinadi. Oysha xola bunga javoban, bular o'g'limning narsalari, meniki emas deyishi mumkin. Lekin agar o'g'li shu uyda Oysha xola bilan birga yashasa va uning daromadi oila daromadiga qo'shilsa, Oysha xola haqiqatda kam ta'minlangan hisoblanmaydi. Bu yerda barcha oila a'zolarining daromadlari umumiy hisobga olinadi. 5. Astish vaqtincha yoki doimiy yashash joyi o'zgargan nafaqa oluvchilar. Ba'zi fuqarolar bir joyda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa ham, boshqa manzilda yashayotgan bo'lishlari mumkin. Bu holatda ularning ijtimoiy xizmatlardan foydalanish huquqlari o'zgarishi mumkin. Masalan, Tog'dagi qishloqda yashovchi 70 yoshli Sobir amaki o'g'lining shahardagi uyda vaqtincha yashayotgan bo'lsa, lekin pensiyasi qishloqda pochta orqali kirib turgan bo'lsa, bu holatda uning shaxsiy ma'lumotlarining dolzarbligini tekshirish zarurati tug'iladi. Tekshiruvchilar uning qishloqdagi uyga kelib, u yerda yo'qligini aniqlasalar, unga nisbatan ma'lumotlarni aniqlashtirish talabi qo'yiladi. Bu holatlarning barchasi shuni ko'rsatadiki, davlat mablag'lari adolatli taqsimlanishi uchun ma'lumotlarning aniqligi va dolzarbligi muhimdir. Endi esa qoidalardagi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan murakkabliklar haqida so'z yuritamiz. Birinchidan, tekshiruvchilar sizning uyingizga kelganida ular o'zlarining xizmat guvohnomalarini ko'rsatishlari shart. Siz ulardan bu hujjatni talab qilishga haqlisiz. Agar ular o'zlarini tanishtirmasalar yoki guvohnoma ko'rsatishdan bosh tortsalar, siz ularni uyingizga kiritmaslikka haqlisiz. Bu sizning konstitutsiyaviy huquqingiz. Shuningdek, ularning tashrifining aniq maqsadini so'rashingiz kerak. Tekshiruvga keldik degan umumiy javob yetarli emas. Ular qaysi masalada, qaysi nafaqa yoki pensiya turi bo'yicha kelganliklarini aniq aytishlari lozim. Misol uchun, ular sizning nogironlik nafaqangizni olishga davom etish huquqingizni tasdiqlash uchun keldik
yoki sizning kam ta'minlangan oila maqomingizning amaldagi holatini o'rganish uchun keldik kabi aniq izoh berishlari lozim. Ikkinchidan, sizning huquqlaringiz har doim himoyalangan. Tekshiruv davomida sizga savollar berilishi mumkin, lekin siz javob berishga majbur bo'lmagan ba'zi savollar ham bo'lishi mumkin. Ayniqsa bu savollar shaxsiy hayotingizga juda chuqur kirib boradigan yoki nojo'ya bo'lsa, ular yashash sharoitingiz, oilaviy tarkib, daromad manbalari va sog'lig'ingiz haqida savollar berishadi. Bu savollar pensiyada yoki nafaqa tayinlash yoki davom ettirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar doirasidan chiqmasligi kerak. Siz har doim o'z javoblaringizni oydinlashtirishga va zarur deb hisoblagan qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishga haqlisiz. Uchinchidan, ba'zi bir ma'lumotlar avtomatik ravishda yangilanmaydi. Masalan, sizning oilaviy tarkibingizdagi o'zgarishlar, farzandlarning uydan ketishi, turmush qurishi, vafoti kabi to'g'risida pensiya jamg'armasiga yoki mahalla fuqarolar yig'iniga o'z vaqtida xabar berish sizning majburiyatingizdir. Chunki ko'plab nafaqalar oila tarkibi va har bir a'zoning daromadi asosida hisoblanadi. Agar sizning qaramog'ingizda bo'lgan biror oila a'zosi mustaqil daromad manbaiga ega bo'lsa, bu sizning nafaqa miqdoringizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, sizning 12 yoshdan oshgan farzandingiz universitetga kirgan bo'lsa va stipendiya olsa yoki ishga kirgan bo'lsa, bu haqda xabar berishingiz kerak. Agar sizga farzandingiz uchun yoshga bog'liq nafaqa berilgan bo'lsa, uning o'qishini tamomlashi yoki ishlashni boshlashi bu nafaqani olish huquqiga ta'sir qiladi. 4-dan, kutilmagan holatlar va force majeure vaziyatlar ham hisobga olinadi. Agar siz tekshiruvchilar kelgan paytda uyda bo'lmasangiz, masalan, shifoxonada davolanayotgan bo'lsangiz, vaqtincha boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz yoki shunchaki biror joyga ketgan bo'lsangiz, ular siz bilan bog'lanishga harakat qilishadi va tashrifni boshqa vaqtga ko'chirishlari kerak. Ular sizni majburlab uyga qaytarishga haqli emaslar. Agar sizda uzrli sabab bo'lsa, bu haqda ularga ma'lumot berishingiz kerak. Bu holatda sizning manfaatlaringiz himoyalangan bo'ladi. 5-dan, ba'zi fuqarolar, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolar internetdan foydalanish yoki tegishli ma'lumotlarga ega bo'lishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ba'zan ular o'z huquqlarini to'liq bilishmaydi yoki yangi qonun qoidalar haqida xabardor emaslar. Bu holatda davlat ijtimoiy xizmatlari sizga bepul yuridik yordam ko'rsatishi mumkin. O'zingiz tushunmagan yoki shubha tug'dirgan har qanday holatda bemalol pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlariga, adliya bo'limlariga yoki mahalla jamg'armasiga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizga barcha zarur tushuntirishlarni berishlari shart. Hech qachon o'zingizni yolg'iz his qilmang va yordam so'rashdan uyalmang. 6-dan, ba'zi hollarda keksa fuqarolar o'z mol-mulklarini yoki daromadlarini, masalan, nabiralariga yoki farzandlariga yordam berish maqsadida ularning nomiga o'tkazishlari mumkin. Lekin bu holatda ham ularning o'zlari uchun belgilangan nafaqalar miqdori o'zgarishi mumkin. Masalan, 70 yoshli Murod amaki o'zining yagona uyini nabirasining nomiga o'tkazdi. Shu bilan birga, u qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishdan keladigan kichik daromadga ega edi. Agar Murod amakam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqa olayotgan bo'lsa, uning uy joyiga egalik holati va boshqa daromadlari tekshirilishi mumkin. Uning mol-mulkini boshqa shaxsga o'tkazishi rasman uning mulksiz ekanligini ko'rsatsa-da, amalda uning yashash sharoitlariga ta'sir qilmasligi mumkin, lekin daromad manbalarini yashirish yoki kamaytirishga urinish deb baholanishi mumkin. Bu yerda asosiy e'tibor nafaqani berish uchun asos bo'lgan mezonlarga rioya qilinishidadir. Agar Murod amaki o'zi ishlamayotgan bo'lsa ham, nabirasi uyida yashayotgan bo'lsa va nabirasining daromadi yetarli bo'lsa, u kam ta'minlanganlik nafaqasini olish huquqini yo'qotishi mumkin. 7-dan, pensiya va nafaqa oluvchilar uchun tibbiy ko'riklar muntazam ravishda o'tkaziladi. Agar siz nogironlik nafaqasi olayotgan bo'lsangiz, ma'lum vaqtda qayta tibbiy ko'rikdan o'tishingiz talab qilinadi. Bu nafaqat sizning sog'lig'ingizni monitoring qilish, balki nogironlik darajasi o'zgarishini aniqlash uchun ham muhim. Agar siz bu ko'rikdan o'tmasangiz yoki uzrli sababsiz uni e'tiborsiz qoldirsangiz, bu sizning nafaqa olish huquqingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tekshiruvchilar uyingizga kelganda bu ma'lumotlarni ham so'rashlari mumkin. Misol uchun 8 yoshli Zuhra aya bir necha yildan beri o'ta guruh nogironligi nafaqasini olardi. Uning har 2 yilda bir marta qayta ko'rikdan o'tishi kerak edi. Lekin Zuhra aya qandaydir sabablarga ko'ra so'nggi 2 ko'rikdan o'tmadi. Tekshiruvchilar bu holatni aniqlasalar,
unga darhol qayta ko'rikdan o'tishni buyurishadi va agar u buni bajarmasa, nafaqa to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun barcha tibbiy ko'riklar va tavsiyalarga jiddiy yondashish kerak. 8-dan kommunal to'lovlar uchun beriladigan imtiyozlar ham tekshiruv obyekti bo'lishi mumkin. Agar siz yolg'iz yashovchi keksa fuqaro sifatida elektr energiyasi, gaz yoki suv uchun imtiyozli to'lovlardan foydalansangiz, lekin amalda siz bilan birga voyaga yetgan, ishlaydigan farzandlaringiz yoki boshqa qarindoshlaringiz yashayotgan bo'lsa, bu ham tekshirilishi mumkin. Bunday holatda sizga belgilangan imtiyozlar qayta ko'rib chiqilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Masalan, 70 yoshli hovlida buvi yolg'iz yashovchi sifatida barcha kommunal to'lovlardan imtiyozli foydalanardi. Aslida esa uning 3 ta katta yoshli o'g'li va kelinlari ham shu uyda yashar. Faqatgina ular rasman boshqa manzillarda ro'yxatdan o'tgan edi. Tekshiruvchilarning uyga tashrifi natijasida bu holat aniqlansa, hovlida buvining imtiyozlari bekor qilinadi va u o'z vaqtida o'zgartirilmagan ma'lumotlar tufayli yuzaga kelgan ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish talab etiladi. Bu o'rinli tekshiruv, chunki davlat resurslari haqiqatda muhtoj bo'lganlarga yo'naltirilishi kerak. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, pensiya va nafaqa tizimida shaffoflik va adolatni ta'minlash uchun har bir fuqaro o'z majburiyatlari va huquqlarini bilishi lozim. Xo'sh, aziz do'stlar, bu holatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni tashlashingiz lozim? Men sizga bir nechta aniq tavsiyalar beraman. 1. Asterisk barcha hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Avvalo, pensiya yoki nafaqa olish uchun taqdim etgan barcha hujjatlaringizni, shuningdek, shaxsiy pasportingiz, nikoh guvohnomangiz, farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarini, mol-mulkingizga oid hujjatlarni, kadastr, avtotransport vositasi tartibga soling. Agar ular orasida muddati o'tganlar bo'lsa, ularni yangilang. Barcha ma'lumotlar dolzarb ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar siz nogironlik nafaqasi olsangiz, tibbiy xulosalaringizning muddati o'tmaganligiga e'tibor bering va muntazam ravishda qayta ko'rikdan o'tib turing. Misol uchun, agar sizning pasportingiz muddati o'tgan bo'lsa, uni tezda almashtiring. Pensiya olishda bu hujjat muhim ahamiyatga ega. 2. Ma'lumotlaringizning to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Sizning oilaviy ahvolingiz, yashash manzilingiz, daromad manbalaringiz haqidagi barcha ma'lumotlar tegishli organlarga to'g'ri taqdim etilganligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, masalan, oila a'zolaringiz soni o'zgargan bo'lsa, kimdir ishga kirgan bo'lsa, yoki siz boshqa joyga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, bu haqida zudlik bilan pensiya jamg'armasiga, mahalla fuqarolar yig'iniga xabar bering. Bu sizning majburiyatingizdir. Misol uchun, agar sizning qaramog'ingizda bo'lgan biror oila a'zosi daromad manbaiga ega bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qilib, ma'lumotlarni yangilashingiz kerak. Tekshiruvchilar kelganda nima qilish kerak? Guvohnoma talab qiling. Uyingizga kelgan shaxslardan xizmat guvohnomalarini ko'rsatishni so'rang. Bu ularning qaysi tashkilotdan ekanligini va qaysi lavozimda ishlashini tasdiqlaydi. Agar guvohnoma ko'rsatmasalar yoki sizga shubha tug'dirsa, ularni uyga kiritmaslikka haqlisiz. Maqsadini aniqlang, tashrifning aniq maqsadini so'rang. Ular qaysi masalada kelganliklarini va nimani tekshirmoqchi ekanliklarini aniq tushuntirishlari shart. Hamkorlik qiling, lekin huquqlaringizni biling. Ular sizga savollar berishganda to'g'ri va xolis javob berishga harakat qiling. Lekin sizga berilgan savollarning pensiya yoki nafaqa tayinlash bilan bog'liq bo'lish kerakligini yodda tuting. Sizdan mol-mulkingizning joylashuvi, uy sharoitingiz, oila a'zolaringiz haqida savollar berilishi mumkin. Lekin ular shaxsiy hayotingizga keraksiz aralashmasliklari kerak. Hujjatlarni ko'rsating. Agar ular hujjatlarni ko'rsating, pasport, ular sizdan pensiya kitobchasi, pasport yoki boshqa tegishli hujjatlarni ko'rsatishni so'rasalar, ularni taqdim eting. Lekin hujjatlaringizning asli nusxasini ularga bermang, faqat ko'rsating yoki ularning nusxalarini taqdim eting. Agar ular biror hujjatni olib ketishni talab qilsalar, uning nusxasini o'zingizda qoldiring va hujjatni olib ketganliklari haqida tilxat yozdirib oling. Yozma bayonot. Agar sizdan biror tushuntirish xati yoki bayonot yozib berishni so'rasalar, unda yozilgan barcha ma'lumotlarni diqqat bilan o'qing. Agar biror joyga qo'shilmasangiz yoki aniq bo'lmagan joylar bo'lsa, uni imzolashdan bosh torting va o'z fikringizni bildiring. Agar imzolashga majbur bo'lsangiz ham o'z e'tirozlaringizni yozma ravishda qayd etishingiz mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak?
Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlari. Barcha pensiya va nafaqa masalalari bo'yicha asosiy murojaat nuqtasi shu yerdir. Agar sizning ma'lumotlaringizda o'zgarish bo'lsa, darhol shu yerga yozma ariza bilan murojaat qiling. Mahalla fuqarolar yig'inlari ko'pgina ijtimoiy yordam va nafaqalar mahallalar orqali ham tayinlanadi yoki ularning xulosasi asosida beriladi. Mahallangizga borib, o'z ma'lumotlaringizni yangilashingiz mumkin. Adliya vazirligi hududiy boshqarmalari agar sizning huquqlaringiz buzilgan deb hisoblasangiz yoki yuridik maslahatga muhtoj bo'lsangiz, bepul yuridik yordam uchun Adliya vazirligi bo'limlariga murojaat qilishingiz mumkin. Xalq qabulxonalari, prezidentning xalq qabulxonalari ham fuqarolarning muammolarini tinglash va ularni hal qilishda yordam beradi. 5. Ortiqcha to'lovlarni qaytarish. Agar tekshiruvlar natijasida sizga ortiqcha to'lovlar qilingani aniqlansa, bu mablag'larni qaytarish talab qo'yilishi mumkin. Bu holatda sizga qaytarish jadvali taqdim etiladi. Agar bu talabga rozi bo'lmasangiz yoki qaytarishga imkoniyatingiz bo'lmasa, yuqorida aytilgan organlarga murojaat qilib, vaziyatni tushuntirishingiz va kelishishga harakat qilishingiz mumkin. Ba'zi holatlarda sudga murojaat qilish ham mumkin. Aziz do'stlar, bugungi videoda sizga tekshiruvchilar uyingizga kelishi bilan bog'liq bo'lgan barcha muhim ma'lumotlarni har bir nozik jihatni atroflicha tushuntirishga harakat qildim. Eng asosiysi shundaki, vahima ko'tarishga hojat yo'q. Agar sizning barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri va dolzarb bo'lsa, siz mutlaqo xavotir olmasdan yashashingiz mumkin. Bu tekshiruvlar adolat va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan harakatdir. Davlat sizning haqqingizni himoya qiladi, lekin buning uchun siz ham o'z majburiyatlaringizni bajaring. Umid qilamanki, ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'zingizning fikrlaringizni, bu boradagi savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldirishingizni so'rayman. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar bilan bo'lishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo xabardor bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha